Mana shu instrument yashigimizning ichida nima bor deb o'ylaysizlarmi? Qaranglar. Perforator, gayka bor, shurupavyor, bolgarka, akkumulyatorli arra, akkumulyatorning sirkulyarniy arrasi. Undan tashqari 4 ta akkumulyator, 2 ta zaryadniy устройство Aeromax brandidan. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 880 ming so'm. Yo, bu ko'p, menga 6 talik kerak emas, 4 talik kerak deganlar uchun xohlaganlarga 4 talik naborimiz bor. Faqat buning ichida sirkulyarka hamda akkumulyatorning arrasi bo'lmaydi. Shurupavyor, gaykavyor, bolgarkamiz, perforatorimiz. Bunda ham 2 ta zaryadniy устройство va 4 ta akkumulyatori bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 410 ming so'm. Bular hech qanaqa kopiya, replika variantlar emas. Aeromax ishlatganlar bilishadi. Va yana qiziqarli ma'lumotimiz, solnechniy panelchi akalarimiz uchun dinamometriskiy trishotkalarimizdan takroran keldi. Ko'pchilik quyosh paneli bilan ishlaydigan akalarimiz bilishadi qanday ishlatishni. Xo'p, bizga 1000 newton-metrgacha bor. Hozir qo'limdagisi esa 350 newtonligi. Narxlarini pastda kommentariyaga qoldirib o'tamiz. Avtodoktor, ya'ni motorist akalarimiz, mashinaning yuragi bu motor albatta. Sizlar uchun ajoyib instrumentimizdan kelgan, ya'ni stetoskopimizni zo'r modeli, juda ham sifatli. Buni albatta motorist akalarimiz, usta akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Kommentariyada nimaligini qoldirsangiz, bilmaydigan motorist akalarimiz ham bilib olishlari mumkin. Usta akalar, motorist tanishlaringiz bo'lsa, sekingina jo'natib qo'yinglar, balki bu instrumentni qidirib yurgandir. Narxiga keladigan bo'lsak, atigi 45 ming so'm. Usta akalar, malar akalarimizni ham unutib qo'ymadik. Shlif bloklarimiz 50 santimetrlik va fonariklik. Narxiga keladigan bo'lsak, 86 mingga 25 santimetrligi esa 55 ming so'm. O'zi mana shunaqa USB kabellari chiqadi. Hop. Fonariklari bemalol ishlatishga juda ham qulay. Kimga instrumentlarimiz qiziq bo'lsa, Toolbox do'konlarimizga bemalol tashrif buyurib xarid qilishingiz mumkin.